Men bo'lay, eringiz men bo'lay, jonim. Ya, o'ldirib qo'yaman, qo'yavering. Men jinnixonaga borsiz kerak. Tavba, nimaga? Nimaga meni Ey, nimaga? Yo'q, hali keraksiz. Pul topyapman, endi iloji yo'q-da, bo'lmasam boqishingiz kerak-da. Men siz oldingizda etkangizni qilib kirlaringizni yuvib yotaman, siz boqishingiz kerak-ku. Ha, yo'q. Ha, men chaqqon erkak bo'laman. Qo'lingizdan kelmasa-chi? Bezgal tillaringizgacha chayqayman, jonim, ishonavering. Tamam. Qo'lingiz bo'laman demadingiz, birato'la. Bezgal tillaringizgacha chayqagandan keyin quldan nima farqi bor uni? Tavba. Nima qilay, jonim? Ertaga ko'rishamiz Toshkent yo'lida. Chirchiqdamisiz? Chirchiqqa boraman. Ruhingiz yetadimikan men bilan ko'rishishga? Urmasiz, endi duxum joyi. Nimaga? Duxum yetmaydi? Duxum yetmaydi. Sizga osonmi shunchalik chiroyli qiz bilan, misol uchun o'ziga qarab uxaj o'qib yuradigan qiz bilan osonmi ko'rish? Sizga savol-da mana. O'zidan spontam aqlda yasab olayotganim yo'q-da men. Prostaga aytibman. Sizga oson? Qo'ya o'chirding-ku, bular efirga kirib ketibdi deydi, mazga deydi. Yo, o'chiruvdim, bitta o'chirib qo'ydim-da. Osonmi? Siz bilan ko'rish. Ha, siz bilan ko'rishim men olib qochib ketaman sizni men. Duxingiz yetmaydi. Bilmadim. Nimaga duxum yetmaydi? Men aytmaman, duxingiz yetmaydi. Tavba. Uncha-munchasiga emas, men bilan ko'rishib, gaplashish. Nimaga? Qiyin masala-da, judayam. Sen osmonmi deydi. Men osmon bo'lganimda efirda baloni bo'q yeb o'tirmasdim, xo'pmi? Iltimos, aql chiqmaydi, o tomondan kelib olib menga. Shu deganiga ham ko'rishaymi, aka, mana shu qiz bilan, aka? Shu deganiga ham ko'rishaymi? Ko'rish. Qayerga borishim kerak? Toshkent Chirchiqqami? Chirchiq qayerda? Toshkentdami? Toshkentdan qancha kilometr Chirchiq? Uzoqmi, yaqinmi? Bilmasam. O'g'irlab olib ket deydi. O'g'irlab olib ketaman ertaga. Mashinaga shunday solaman. Ustimdan yoz bermasa bo'ldi. Shunday mashinaga solib ketaman. Qo'lingizdan kelsa, terpilali qilmasa bo'ldi, aka. Bunaqa terpil, nima keragi bor menga unaqa terpilalik ishni qilib? Sizga savol-da. Meni olib ketdi, mashinaga soldi, meni zo'rladi deb voy bilan. Da xuya stadion turibdi-yu. Boshimda yangi bitta mashina olib ber deyapti. Meni bitta akam bor edi. Bitta meni donatorim bor, ismini aytmayman. Hamma taniydi. Shu inson zo'r urardi menda, bitta qizga ilashib qoldi. U qiz ham bizdesida figuralari hamma yo'g'i cho'tki edi. Hali qizni borib 1-2 marta soldi. Qildi. Qilgandan keyin u qiz shunaqa shantaj qildi, tayidi trekkerda berdi. Nomerini ham berdi. Nomerni o'zi trekkerdan qimmat edi. Nomerini berdi. Agar bilgan bo'lsa kimligin qutuldi haligindan. Shanurdi. Shunday shantaj qilib to'y kuni borib oldi uyiga, to'yini buzaman deb.